Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi podpiska va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. 25-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 26-27-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 25-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 26-27-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 25-martda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 25-martda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 25-martda kechasi 8-13 darajalik, kunduzi 10-15 daraja iliq. 26-martda kechasi 8 darajalik, kunduzi 10-15 daraja. 27-martda kechasi 2-7 darajalik, kunduzi 22-27 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 25-martda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 25-martda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Baland tog'li hududlarda qorga aylanishi mumkin.